Quyruq may tabiiyte hölisiz bo'lish sifati bilan badandagi namlikni, sovuqni oladi. Shuning bilan birga ajoyib kuchli energiya beradi badanga. Qonni jonlantiradi, quvvat beradi. Hamda terini tashkil qilgan hujayralarning 80% may oqsildan tashkillangan. Shunga terisi yetarli mayga erishilgan odamning terisiga qo'riq baldur tushmaydi. Paqiraqlikni yo'qotmaydi. Xuddi xotin qashteshidek suzuk, paqiraq, nurliq bo'ladi. Shunga mushu siz aytgandek ballarni mushu quyruq mayda maylab qo'yishdan iborat bir sog'lomlik odatimizni oilalarda umumlashtirish bilan birga xonim qizlarimiz hatto chechini, badan terisini munchadan chiqqandan keyin quyruq mayda maylab parvish qilib bersa, teri osti muskuli chingiydi, qo'riq tushishning oldini og'ilib bo'ladi. Hatto teriga dog' sapkun tushish, boshqa teri illatlardan saqlanib, xonim qizlarimizning go'zalligini namoyon qilib bo'ladi. Hatto erlarimiz ham shuni qo'llanib bersa, terining go'zalligi va sog'lomligiga kafolat qilib bu qilmasdan sovuq eshib ketishdan saqlanib, sog'lom bo'g'ilib bo'ladi.